好，教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是我们最后一个单元的课文向前冲1啊。Şu 10. bölümdeki birinci tekstini öğrenmemiz。我们呢把书翻开，一起来看一下故事场景。婚礼结束了，toy toy tügepti。阿里木写了日记，记录下这幸福的时刻。bu mushu baxtga to'lgan mushu vaqtlarni xatirlayapti。好，那我们来看一下什么年几年几月几日。我üstüge年月日deydi。odatda biz mushu kundalik xotir yozgan vaqtimizda üstmiyege yil ay bo'lishi kerak. Andan keyin sol tarafida chislasi bo'lishi kerak. Andan keyin o'ng tarafida shu kunki havoni yozamiz odatda. 天气晴yoki 天气阴，天气怎么样debju havoni yozamiz. Ikki narsani yozdi. Oldiga chislani, keyniga hava rayni。好，那几年几月几日不知道。然后呢，天气晴。其实birinchi darsda deganda下个月10号 kelar oyninki 10 deb deganda，那么具体是几月10号ekanligi咱们也不知道。反正呢bugungi havo intayin qandaqkan晴ken havo uchuqken。那我们来看一下，这整个是一篇文章，对吧？biz burun oldida o'rganganlarimizning hammasi dialog shaklida tutdi。那么hozir bu darsdagisi qandaq dialogmi emasmi? Emas,是bevosita mushu o'zimizningki ko'nglimizdagi gapni bevosita bayon qilish. Avval biz bu tekstlarning hammasini bir ko'rib yetaylik, andan keyin saboqdoshlar tushungandan keyin o'tirdagi muhim nuqtalarni biz yana bir o'tkazib yetaylik。那我们先来看一下，今天姐姐出嫁了。Bugun adamninki to'yi bo'ldi。清晨saharda远远的听到那欢快的奏乐声。jiroq turibmi u nag'ma navoninki ovozini angladik。那是村上婚庆服务队的大哥们敲着鼓，吹着唢呐，接亲来了。u mushu yezimizdagi to'y mulozimat atritininki akalarimiz qanday qilyotidi? 这个 nag'ir so'naylarni chelib kelin yo'tkigili kelyotidi。nima degan ovoz, nima degan qiziq, nima degan xushal， 好热闹啊，好热闹呀。就是这么理解啊。ovoz qiziq xushal deb tushunsak bo'ladi。姐夫迈尔丹穿着笔挺的西装。姐夫deganimiz yeznam。那yeznam mardan qandaq kostyum burulkini qirlab kiyyapti desak bo'ladi. yoki bo'lmasa hozirgi bizning eg'iz tilimiz qetib kiyyapti deb qo'yamiz-ku. yeznam mardan kostyum burulkini qirlab kiyyapti。qo'lida 手捧一束鲜艳的玫瑰花。qo'liga bir dasta chiroyli atirgulni ilib eng oldida mengibdi。访汇聚驻村工作队dagi张姐，访汇聚mushu yezdi turuqliq xizmat atirtidagi张姐跟着全程摄像。billa mushu boshdan oyoqqacha suratga oldi。他录下了这欢乐的场景。u bu xushalliqqa to'lgan minutlarni suratga tortib oldi。工作队的王队长 xizmat atirtidagi Wang atrat boshlig'i o'zininki mashinasini to'y mashinasi qilib bizidi。载着满脸笑容的姐姐和姐夫的婚车。chiroyi kulgiga to'lgan ocham bilan yezdam o'ltagan shu to'y mashinasi
在家人的祝福声中uydagilarninki baxt tilishida baxt tiligan shu ovozlarida慢慢开走了asta asta ketib qoldi此刻mushu vaqtda我们一家人既高兴又不舍biz bir oila kishilar hem hoş bulduk hem qiyolmadik 高兴的是 hoş bo'lganimiz 姐姐结婚了Acam toy qildi 开始了属于他自己的幸福生活 o'ziga mansub bo'lgan baxtli turmushini boshladi 不舍的是 qiyolmaganimiz 姐姐不能和我们朝夕相处了 Acam biz bilan amdi billa hamisha billa turolmaydigan bo'ldi 好 bu nimekan mushu olimninki mushu to'ydan keyingi ta'sirat ekan 就是他的一个就姐姐结完婚了以后的一个感受那我们一句一句来看一下 bir cümle ko'rib boqaylik 今天姐姐出嫁了这个 qiz bola to'y qilganni 出嫁 deydi 今天姐姐出嫁了 那 kelar ayda singlimning to'yini qilamiz desak 下个月妹妹要出嫁了 下个月妹妹要出嫁了 men tehi to'y qilmadim men tehi to'y qilmadim desam 我还没有出嫁 我还没有出嫁 deymiz 那 o'g'illar mushu to'y qilganni o'ylanganni nima deymiz 娶媳妇 odatda 娶媳妇 deymiz qiz bola 出嫁 tanqildig'ini 是娶媳妇 出嫁 娶媳妇 那 o'g'lim tehi kelin olmadi desak to'y qilmadi desak 那我的孩子还没有或者我的儿子还没有娶媳妇 我儿子还没有娶媳妇 o'g'limning tehi kelin oladigan to'y qiladigan vaqti kelmadi u yoshga tehi kelmadi degan bo'lsam 我的儿子还没有到娶媳妇的年龄我的儿子还没到娶媳妇的年龄 deymiz 清晨 那么跟这个早上比起来呢 清晨是更早一点嘛 deganda 早上 deymiz go uningdimi balluroq bo'lgan chaqda odatda sahar degan vaqtimizda 清晨 deymiz 那这个我们都还记得吧 saharni 清晨 deymiz andan keyin tushdan burun bo'lsa 上午 deymiz deganni 早上 deymiz tushni 中午 deymiz tushdan keyin 下午 kech 晚上 andan keyin kun patgan vaqti bo'lsa 黄昏 andan keyin 然后这个 yerim kechi bo'lgan chaqda 半夜 deymiz 半夜然后呢 远远的听到 jiroq turibmi angladim deganni 远远的听到 deymiz men jiroq turib poyezdning papap qilgan ovozini angladim desak 远远的听到火车的声音远远的听到火车的声音 desak bo'ladi jiroq nihoyatda jiroqdimi shaqiratmining ovozini angladik qong güldüründeki avazını anladık desek 远远的听到瀑布的声音远远的听到瀑布轰轰隆隆的声音 desek mi bo'ladi avazını deseniz bo'ladi demisek mi bo'ladi odat shaqiratning yeniga kelmay turib xili bir yerda anlag'ili bo'ldi那就说远远的听到 desek bo'ladi 那像这个 nag'ir sunay 也是yennimizga emas xili bir yerdan kelgan chaqdimi bugun biraz to'y qilibdi-da bu nag'ir sunayning ovozi chiqyapti deymiz go 就是这个远远的听到 deymiz 那有些人说话声音特别大ba'zanlarimizniki mushu gap qilgandagi ovozi nihoyatda cho'ng 那我们就可以说 voy uning ovozini men 200 metrda turibmi anglay olayman degan vaqtimizda 你也可以说 nihoyatda jiroq turibmi anglay olamiz desak-chu 我们远远的就能听到他的声音
我们远远的就能听到他的声音。第三布鲁多。那在这里他们听到的是欢快的奏乐声。哎，那一点个خوشحال جوشقون بوغان ناغرسوناينينكي آوازيه。然后呢，那是你们나그르소나이 çalıdıbikaden desek，那是村上婚庆服务队的大哥们。哎，akıllarımız大哥们degende çoğun aga demekçe mesela，就akıllarımız deb düşünsek buldu。Neredeki akıllarımız 就是toy mülazimet ettirdi. Toy mülazimet ettirdiki akıllarımız neymiş kıladıdı? Muşu Nagrsonaylani çelep. Nagrsonayi çeliş degende neyim dedikemiz? 敲着鼓，吹着唢呐，敲着鼓，吹着唢呐。你们是个个 gap 多，接亲来了，哎 ，killen yut gigli gap 多，killen yut 给的干 adret like gap 多，接亲的队伍来了，接亲的队伍来了，这是不多啊。那adret 像我们这个。toyga jagda voy kelin ötkeydiganlar keldi çaka嘛洗灯了，对不对的我？那我们会说，哎呀，接亲的队伍来了，赶快关门，赶快关门。第一个哦，小虾接亲，这个没什么问题吧？好热闹呀，好热闹是什么意思呢？就是kız avat anandın keyin mushu peyzi。yana hoşallık tolgan degan chaqda我们都可以说热闹。odatda热闹bo'lgan chaqda odam jiq bo'ladi, kulki chaqchaqlarga to'lgan bo'ladi. Ondan biz uni 热闹 deymiz. Masalan, bizniki mushu bozorlarimiz bo'ladi, 有很多集市，对吧？yakshanba, shanba degandek啊。像这些集市呢，那每一次集市都会怎么样？非常的热闹。都非常的热闹。还有就是әрқайда bayram өткізген вақтымызда ko'ch-ko'chlarga qizib ketadi desek，每一次过节的时候，大街小巷都非常的热闹。每一次过节的时候，大街小巷都非常的热闹。desek不多。然后。姐夫麦尔丹穿着笔挺的西装。那姐夫麦尔丹穿着笔挺的西装，笔挺deganimiz nima desek，就是 tik deymiz go tik。那bu yerdagi bu西装ga endi tik desek qandaq bo'ldi desek, yani demakchi qirlab demdik, dazmal deganda vahshiy silib。我们一般现在说的是qitibaptu deymiz go, qatturib kiyibdu deb qo'ymiz go，就是 qatturib deganimiz 就是 qirlab turib kiyganni， 我们就说是笔挺的啊，笔挺的。什么样子的西装？笔挺的西装啊，他穿着笔挺的西装。然后呢，手捧 qo'liga ilibaptu nimani？一束鲜艳的玫瑰花。nihoyatda chiroyli bo'lgan atirgulni nima deydigimiz？玫瑰花deymiz。然后呢，这个 bir dasta gul deganni 一束花deymiz，一束花。Erta analar bayrami men apamga bir dasta gul sovg'a qilmoqchi。明天是母亲节，我打算给妈妈送一束花。明天是母亲节，我打算给妈妈送一束花。deymiz。然后呢，走在最前面的，他手捧着一束鲜艳的玫瑰花。走在最前面 en aldıda en aldıda 走在最前面en aldıda。然后呢，纺汇局驻村工作队的张姐这个 hizmet ettirdiki 纺汇局 hizmet ettirdiki 张姐deganimiz 就是张张是她的姓 familisi。张姐怎么了？跟着全程摄像。那跟着deganimiz ergishib deydi， 就是 boshdan oxirigacha， 全程deganimiz boshdan oxirigacha， 从头到尾干什么呢？摄像。filmga tortyapti, suratga tortyapti deganni摄像 deymiz。好，这个地方应该没有什么大问题。
他录下了，那么我们surat kitobda olib qo'yganni录下了deymiz，录下了这欢乐的场景。bu xushalliq to'lungan qandaq ko'rinishni hammasini suratga tortib oldi。那工作队的王队长，工作队的王队长把自己的车布置成了婚车。那这个把deganimiz ne deb buni shu birinchi qismda o'rgangandik. Bir narsani munda qilish bo'lib mangdi. Na kimo xizmat atridagi Wang atrat boshlig'i nimani o'zining mashinasini nima qildi bizidi, nima qilib to'y mashinasi qilib bizidi. 布置成了婚车。to'y mashinasini nima deydiganmiz? 婚车。ular to'y mashinasini bek chiroyli bezabdi desak, 他们婚车布置的真漂亮。或者说他们的desak bo'ladi, 他们的婚车布置的真漂亮desak bo'ladi. bu to'y mashinasi ajab hashamatlikan. 这婚车真豪华。这婚车真豪华desak bo'ladi. 然后呢？然后是他说，载着deganimiz就是qachalash deymiz-ku. Nima bu yerga bu odamni qachalab qo'ydi desak bo'lmaydi. Mashina ichida o'ttirdik deymiz. Mashina ichiga qachalab oldik demaymiz o'zimizni. Shuning uchun 载着谁呀？就是mashinada kim o'tirag'li? 满脸笑容，满脸笑容deganimiz就是chiroyi kulkiga to'lgan. Masalan, chiroyingiz kulkiga to'lib ketibdi, qanday xushallik bor desak, 你今天满脸笑容，是不是有什么喜事儿啊？或者说看你 qarsam desakmi bo'ldi, 看你满脸笑容，是不是有什么喜事儿啊？desak bo'ladi. 满脸笑容。men har kuni uyga mushu kulki chiroyim bilan kiraman. Hargiz mundaq xafa bo'lgan chiroyim bilan kirmayman desak, 我每天都会满脸笑容的回家，绝对不会沮丧着脸回家。desak bo'ladi. 好，然后呢？姐姐和姐夫，这deganni姐姐deydiganmiz, yeznani就是ochimizningki这个yo'ldishini 姐夫deydi. Na singlimizni 妹妹 desak, na singlimizning yo'ldishini nima deydi? 妹夫deydi. 妹夫deydi. Na akamizni 哥哥 deymiz, na yangimizni 嫂子 deydi. 嫂子 deymiz. 好。然后呢，再往下，在家人的祝福声中，uydagilarningki mushu baxt tilagan ovozlar ichida, 什么什么声中munda ovoz ichida desak, 什么什么, masalan muzika ovozlarida desak, 在音乐声中, u muzika ovozida uxlab qoldi desak, 他在音乐声中睡着了desak bo'ladi. 或者说bu mungluq bo'lgan muzika ovozlarida bolalarning hammasi uxlab qoldi desak, 在这优美的音乐声中，孩子们都睡着了。在这优美的音乐声中，孩子们都睡着了desak bo'ladi. 然后慢慢怎么样？在这个家人的祝福声中，慢慢开走了。mashina haydash deganni开车，mashina haydab ketdi bo'lsa, 车开走了。mashina dadam haydab ketdi, hozir mashina yo'q desak, 车爸爸开走了，现在没有车。车爸爸开走了，现在没有车desak bo'ladi. 然后呢，此刻mushu vaqtda, mushu daqiqada deganni 此刻, ya'ni 此时此刻desakmi bo'ladi. Mushu vaqtda siz nimalarni o'ylayotgansiz desak, 此刻你在想什么呢？此刻你在想什么呢？ mushu vaqtda meni oldimda bir taxsi dapanji bo'lgan bo'lsa qanday yaxshi bo'ladi desam, 此刻我面前要是有一盘大盘鸡该多好啊！
此刻我面前要是有一盘大盘鸡，那该多好啊！desek bo'ldi. Mushu vaqtda nima desak bo'lar? Mushu vaqtda siz nima ish qilyapsiz? 此刻你在干什么？此刻你在干什么？ desek bo'ldi. 然后呢，接下来我们一家人既高兴又不舍。Biz oila kishilari ham xush bo'ldik, ham ko'zimiz qiymadi, ham qiymayapmiz. Ham deganni ji yo desak bo'ladi, ji yo. Masalan, bu yer ham bizning ishxonamiz, ham bizning uyimiz desak, 这里既是我们的办公室，也是我们的家。这里既是我们的办公室，也是我们的家。desek bo'ladi, ham. 那么bu yerda ham xo'shibdi, ham qiyolmabdi. Qiyolmaslikni nima deydi ekan? 不舍。那man sizga ko'zim qiymayotdi desak, 我不舍你 demaymiz odatda. 我舍不得你 deymiz. 我舍不得你 ayrılışga ko'zim qiymayotdi. 我舍不得离开 deymiz. 好，然后呢，为什么又高兴又不舍呢？bu ikkisi bir-birisiga sal矛盾bo'lib qoldi-ku. Bunda qamasa, keyinda davotidi. 高兴的是 xush bo'lganim bo'lsa, mau. 这个ko'nglim qiyolmayotgani bo'lsa, mau, debdi. 高兴的是 xushal bo'lganim. 高兴的是什么呢？姐姐结婚了，Acam to'y qildi. 然后呢，开始了 başladı 属于自己的幸福生活. 属于deganimiz tava bo'lgan, nisb bo'lgan degandek gap. 这些东西都属于我. Bu narsaning hammasi menga tava. 这些东西都属于我. Bu o'zimga tava bo'lgan aslimalar. 这些是属于我自己的记忆。这些是属于我自己的记忆 desek bo'ladi. Hozir o'ziga tava bo'lgan baxtli turmushni boshladik. 属于自己的幸福生活. 那不舍的是什么呢？ nimaga qiymayotdi? 不舍的是姐姐不能和我们 bunda qilolmaydi. nimani? 朝夕相处了. 朝夕相处这是一个成语啊，to'rtxatlik so'z. 那个意思，朝是早晨的意思 ，atgan 啊，夕呢是 kesh 晚上的意思，相处是在一起的意思。那 atgan 和 kesh 在一起，意思就是hamisha billah 啊，他是我朝夕相处的好朋友。u meniki hamisha billah yuradigan yaqin do'stim。那这位是小王，不要bo'lsa小王。biz hamisha billah 我们朝夕相处啊，我们朝夕相处。gerçi biz mushu xizmatdosh bo'lsakmi, hamisha birga turaverganlik uchun bir-birimizga bo'lgan mehrimiz nihoyatda cho'nqur desak, 尽管我们是同事，但是朝夕相处感情很深。尽管我们是同事，但是朝夕相处感情很深。desek bo'ladi. 朝夕相处 odatda shu nihoyatda yaqin hamisha birga turganni 朝夕相处 deymiz. 好，会了吗？那跟着老师一起来读一遍吧啊，咱们一起读2遍吧。今天姐姐出嫁了，今天姐姐出嫁了。清晨，远远地听到那欢快的奏乐声。清晨，远远地听到那欢快的奏乐声。那是村上婚庆服务队的大哥们敲着鼓，吹着唢呐接亲来了。那是村上婚庆服务队的大哥们敲着鼓，吹着唢呐接亲来了。
好热闹呀！姐夫麦尔丹穿着笔挺的西装，手捧一束鲜艳的玫瑰花，走在最前面。纺汇剧驻村工作队的张姐跟着全程摄像，她录下了这欢快的场景。工作队的王队长把自己的车布置成了婚车，载着满脸笑容的姐姐和姐夫的婚车，在家人的祝福声中慢慢开走了。此刻，我们一家人既高兴又不舍。高兴的是，姐姐结婚了，开始了属于她自己的幸福生活。不舍的是，姐姐不能和我们朝夕相处了。好，кейінгі бір қытымлы оқып қалдым ғой деймін. 同学们自己再读一读啊，自己再读一读。好，那么今天我们的课就先上到这里了啊，就先上到这里了。那今天作业啊，今天的作业就是我们把这个课文背下来啊，把课文背下来，然后呢，自己写一篇日记。格式不要忘了啊，这个日期本来天气要写。那好，那我们今天的课就先上到这里，下一期再见。